2023 yılı 1. ayının 5. gündən 8. günügacha Türk dünyası İstanbul'da bir yer geldi. Çepni yörük Türklerinin orunlaştırışı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin qo'llashi arqasida Maltepe Faaliyet Meydanı'nda Uyghur Haq Talab Qilish ve Adalet Cemiyeti, Uyghur Akademiyasi Vakfi, İli Meşrep Uyghur Vakfi ve Medeniyet Merifet Vakfi, şundaqla Qazaqistan, Qırğızistan ve Özbekistan qatarlıq dövlətlərdəki cemiyetlerden 700'ge yakın cemiyet ve teşkilatlar qatnaşqan. Bu faaliyetke sabah Gagavuziya Cumhur Reisi Dimitri Kroyter alayda qatnaşdı ve ehmiyetlik sözlerini qıldı. Şundaqla Uyghur Haq Talab Qilish ve Adalet Cemiyeti'nin Mirzahmet İlyas Efendi Şərq Türkistan'da ilip berilayotgan irqiy qirg'inchilikni dalil isbot ve şahitler orqali o'ttirib qo'yish bilan birga Uyg'urlarning kültür, medeniyetini ve tarixini tunuşturdu. Bu faaliyetga yani Cumhuriyet Xalq Partiyasi ve başqa partiyalarning vakillari qatnashdi. Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partikom 5. yanvar günü yezi egilik xizmat yig'ini chaqirib, terilg'u yer ko'lamini kengaytib, ochliq ishlab chiqarishni kuchaytirishni, ochliq bexatarligi va Xitoy o'lkalarni ochliq bilan ta'minlashga kafolatlik qilishni talab qilgan. Xitoy hukumati uzun yillardan beri Sharq Turkistonga ko'plab ichkari o'lkalardan Xitoy nopusini ko'chirib, shaharlashishni keng ko'lamli yo'lga qo'yib, terilg'u yerlarning ozishini keltirib chiqargan bo'lsa-mu, Xitoy virus yo'qim ahvoli va xalqaro ochliq bozoridagi yaqinqi davolg'uchlar Xitoyning ochliq bexatarligiga bo'lgan andisini kuchaytirib, Sharq Turkistonning ochliq bilan ta'minlash salmoqini kuchaytirishga boshlagan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, 5 noyabr kuni atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Partikomning yezi xizmati rahbarlik guruhi Mashinro'yning boshchiligida chaqirilgan yig'inda Xitoyning ochliq ishlab chiqarish va asosliq yezi egilik mahsulotlarining ta'minotiga kafolatlik qilish talabini yetkazib, Şinjanning butun mamlakatni dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlash strategik o'rnini saqlash, terilg'u yer ko'lamini aktiv kengaytirish, ochliq bexatarligining asosini har taraflamalik saqlash, yezi egilik ishlab chiqarish iqtidorini umumyuzlik o'stirish talab qilingan ekan. Tangirtaq To'rining xabarida ko'rsatilishicha, yig'inda Mashinro'y davlatning yangi bir navbatlik 100 milliard jing ochliq ishlab chiqarish iqtidorini amalga oshirish talabiga asosan yo'l qo'yish planini tuzib xizmat o'rinlashtirishni konkretlashtirish, ochliq xizmat siyosatining yo'nalishini rayon ichida oshirib qilish, davlatni ta'minlashga o'zgartish kerak degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati 2017 yili boshlangan cho'ng tutqunda Uyg'ur dehqonlarining terilg'u yer, bog'vanchilik joylari va chorva mollarini, yerlarni qayta o'lchash va taqsim qilish nomida musodir qilib, ularni Xitoy sanoat korxonalarining majburiy ishchilariga aylantirgan. Anqaradagi Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakülteti o'qituvchisi, Turkiyadagi eng cho'ng yoshlar tashkilotining sobiq raisi, Uyg'ur davosining sodiq qo'llovchisi dotsent doktor Sinan Atesh 2022 yili 30 dekabr kuni tushda ishxonasining oldida suiqasdga uchrab hayotidan ayrildi. Türkiye hükümeti bayonotchisi Ömer Çelik televiziya orqali bayonot berib, Sinan Ateshga suiqasd qilganlar saqchilar tarafidan qo'lga ilinganligini, hozir so'roqda ekanligini, eng qisqa vaqt ichida jinoyatning haqiqiy sababi aniqlanganligini bildirgan. Turkiyaning 81 viloyatida sho'bisi bor eng cho'ng yoshlar tashkiloti bo'lgan O'lka O'joqlari tashkilotining sobiq raisi Sinan Atesh o'rta maktab yillaridan tortib Uyg'ur davosi qiziqib, Uyg'ur davosiga ko'ngil bo'lgan. Oliy maktabda o'qiyotgan yillardan tortib Uyg'ur masalasini kun tartibiga ilib kelgan. Türkiye'deki Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarining faoliyatlariga aktiv qatnashgan. Har doim nutqlarda va ijtimoiy taratqularda izchil holda Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yib kelgan. Turkiyada yosh turib zo'r obro'ga ega bo'lgan Sinan Atesh marhumning 12 ayning 31 kuni Bursa shahrining Ulug' jamoasida meyit namozini tushirishga 70 ming atrofida kishi qatnashgan. Merhum Sinan Atesh Ürümçide yüz bergen 2022 yılı 24 noyabr kundaki o't afatida nurg'un Uyg'urning kuyib o'lganligiga Türk axborotlarının o'rin bermasligiga qattiq norozilik bildirib, Twitterda o'z ko'z qarashini bayon qilgan. Merhum Sinan Atesh Twitter adresi orqali davomli Uyg'urlarning ig'ir vaziyatini kun tartibga ilib kelgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlari xalqarada oshkorlangandan keyin u Twitterda mundaq deb yozgan: Quyosh chiqqan yerda qarindishinglarning yeshi qon bo'lib eqiyotidi. Ko'rmayapsizlar. Uyg'urlarning faryodi quloq silinglar. Ularning ovozi bo'linglar. Men Uyg'ur qarindoshlarimning yonida. Xitoyda Xitoy virusi shiddat bilan ko'payayotgan paytda Amerika ko'p qitim vaksina yordam berishni o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, Xitoy yana jahillik bilan rad qilgan. Bloomberg agentligining yaqinqi doklatiga qaraganda, Xitoy virusining o'zgarishchan yangi variantining paydo bo'lishi va dunyo iqtisodiga ko'rsatilgan ta'sirdan ansirash sababidan Amerika har xil yo'llar orqali Xitoyga ko'p qitim Rina vaksinasi qatorliq yordamlar bilan ta'minlashni o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari vaziyatning butunlay kontrol qilg'il bo'lganligini, yordamga muhtoj emasligini bildirib rad qilgan.
Angliya kundalik pochta gazeti yaqinda bexatarlik axborot xodimlarining so'zini naql keltirib, Angliya hukumatining yaqinda hukumat ministrlari va diplomatlar ishlatadigan mashinalarni davlat mudofaa bexatarlik ko'z qarshidan tafsiliy tekshirganligini, natijada bexatarlik xodimlari Xitoydan import qilingan pechatlangan zapchasning ichida o'rin uchurini yetkazadigan sim karta topganligini bildirgan. Xabardor kishilarning qarashicha, Xitoyning maqsadi iz qo'lg'uvchilardan foydalanib, sonliq ma'lumot ombiri qurib, Xitoy ko'ngil bo'ldigan, qiziqadigan sohalardan munosabatli o'rin va adreslarni to'plashi mumkin ekan. Angliya Konservativlar partiyasining sobiq rahbari Simis yuqorida tilga ilingan masalalar Angliyaning Xitoyni sistemalik tahdid deb qaraydigan darajaga yetganligini ko'rsatib berdi degan. Mutaxassisning qarashicha, bu vaqa Rossiya va Xitoy axborot organlarining Angliya ministr darajalik amaldorlariga iz qo'llab agishayotganligini ko'rsatib berdi ekan.